Yaqin Sharqda yangi urush boshlandi. Yamandagi Eron qo'llab-quvvatlaydigan Husiylar harakati 4 yildan so'ng ilk bor Saudiya Arabistoni hududiga raketa uchirdi. Husiylarning aytishicha, bunga Saudiyaning Sano xalqaro aeroportiga bergan aviazarbasi sabab bo'lgan. Ular bu hujumni ochiq agressiya deb atab, sulh amalda tugaganini e'lon qildi. Nishon sifatida Saudiyaning Yamanga yaqin joylashgan Abha xalqaro aeroporti tanlangan. Ammo Saudiya harbiylari raketalar havo mudofaa tizimi tomonidan urib tushirilganini ma'lum qildi. E'tiborlisi, Sano aeroportiga zarbani Saudiya emas, balki xalqaro hamjamiyat tan olgan Yaman hukumati o'z zimmasiga oldi. Ularning aytishicha, zarba Eron samolyotining qo'nishiga yo'l qo'ymaslik uchun berilgan. Bu voqea 2022-yildan beri davom etayotgan nisbiy tinchlikning buzilganligini anglatadi va mintaqadagi mojaro yana avj olishi mumkinligi haqidagi xavotirlarni kuchaytirmoqda. So'nggi yangiliklardan boxabar bo'lish uchun Anxor.uz'ni kuzatishda davom eting.